kecha kuni ham aytgandim, yangi umuman pechat yo'q bo'ladigan bo'lsa, birinchi marta chiqishi bo'lsa, mana bunaqa ko'k pasporti bo'lishi shart. Rasmi. Agarda bu pasportlar bo'lmasa, tug'ilganlik haqida guvohnoma metrikalarda WhatsAppdan pasportini rasmga olib, metrga rasmga olib tashlab qo'yish kerak. Qozog'iston hamda Rossiya tamojinisida ushbu narsalar so'rayapti. To'g'ri tushuninglar, biz uchun emas, o'zingizlar uchun avvalinglar. Agarda pasportlar yangi pechat urilmagan bo'lsa, Qozog'istonda ko'p vaqt olinmaydi. Ha, ashna tepada familiyasi Qozog'istonda. Ha, Qozoq. Tushuntirib qo'y. Akalar, ukalar, kimdan kim qizil pasportda yangi bo'lib, ya'ni qizil pasport hozir ko'k pasportda rasmini so'rayapti. Nimaga? Chunki ism familiyasi o'zgartirganmi yo'qmi? Mana buni ko'ramiz. Akalar, mana Sirogi 2025-yilgacha, ya'ni 2015-yilda Arabboyeva Nilufar. Endi bu pasportni ko'ratdi, qaraydi, Arabboyeva Nilufar. Ha, hozirda ham shu inson shu ismda ekan, ism familiyasi o'zgartirmabdi, qo'yib yuboradi. Agarda ushbu pasportlar bo'lmasa, tug'ilganlik haqida guvohnomani rasmi bo'lishi kerak. Hammaga rahmat.